Ko'pchilik mendan shuni so'rashadi. Optimus gipsi kartonlarining boshqalardan farqi nimada? Birinchidan, Optimus gipsi kartonlari bu juda ham elastik. Elastik deganda xayolingizga nozilik kelmasin. Elastik bo'lishiga qaramasdan juda ham mustahkam. Ikkinchisi, bu oysimon chetlari. Oysimon chetlari ikkita gipsi kartonni ulaganingizda o'rtada yoriq, zazorlar bo'lmasligini sizga ta'minlab beradi. Uchinchisi bu ekologik tozaligi. Har bir ishlatilayotgan gips toshlar o'zimizni karyerdan qazib olinadi va eng sifatlilari terib olib, aynan mana shulari gipsi kartonga smes tayyorlab ishlatiladi. Shuning uchun Optimus gipsi kartonlarini bemalol sizga ishonchli, sifatli va siz kutganingizdek deb ta'riflashimiz mumkin. Optimus o'z mijozlarini hech qachon qurilishda uyaltirib qo'ymaydi, chunki bu sifatni qadrlaydiganlar uchun.